Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus birinchi kitob Ad-Darsul Hadiya Ashara 11-dars, ikkinchi qism 61-bet. Oldingi darsda asli harfi jarlar arab tilida belgilab qo'yilgan ma'noga ega va u mutaalliqqa muhtoj, ya'ni albatta fe'l yoki fe'l ma'nodagi ismga borib bog'lanishi lozim. Lekin o'sha mutaalliq umum ma'noda borlikka, umum mavjudlikka yoki umum joylashganlikka dalolat qilsa, gapni qisqartirib, tushirib yuborish mumkin degan edik. Xuddinki bayti jamilun, mening uyim chiroylik. Fihi hadiqatun saghiratun, unda kichik bog' bor. Mana bu jumladagi fi asli harfi jar, arab tilida belgilab qo'yilgan ma'nosi bor va bu harfi jar mutaalliqqa muhtoj. Uning mutaallig'i mahzuf tushirilgan. Jumlaning asli fihi mavjudatun hadiqatun saghiratun yoki fihi kainatun hadiqatun saghiratun. Unda kichik bog' mavjud yoki unda kichik bog' bor bo'lgan. Lekin o'sha mutaalliq tushirilgan bo'lsa-da, zehnimizda bor deb nazarda tutamiz. Bugungi darsda ushbu jumlani boshqa jihatdan ko'rib chiqamiz. Bayti jamilun fihi hadiqatun saghiratun. Fi asli harfi jar, huwa zamir muttasil, ismi majrurdir. Bu jumlaning asl ko'rinishi bayti jamilun fi bayti hadiqatun saghiratun. Mening uyim chiroylik. Mening uyimda kichik bog' bor, mavjud bo'lgan asl ko'rinishi. E'tibor bersangiz, kitobda avvalgi uchala jumlada bayti so'zi takror va takror keltirildi. Haza bayti, bu mening uyim. Bayti amamal masjidi, uyim masjidning oldida. Bayti jamilun, uyim chiroylik. Bayti mening uyim so'zi takrorlanib keldi. 4-jumla ham shu tariqa fi bayti hadiqatun saghiratun, mening uyimda kichik bog' bor, mavjud bo'lishi kerak edi. Lekin qisqartirib bayti mening uyim so'zini tushirib bayti uyim so'ziga dalolat qiladigan, unga munosib muzakkar zamir muttasilni keltirdi va fihi hadiqatun saghiratun, unda kichik bog' mavjud bor dedi. Keyingi jumlaga qarasak, Hadihi g'urfati, bu mening xonam. Fiha nafizatun kabiratun va mirwahatun jamilatun. Unda katta deraza va chiroyli yelpig'ich, ya'ni ventilyator bor. Bu jumlada ham fi asli harfi jardir va u mutaalliqqa muhtoj. Uning mutaallig'i umum borlik, umum mavjudlik ma'noda bo'lganligi uchun tushirilgan. Ya'ni unda katta deraza va chiroyli yelpig'ich bor, mavjud degani. Xuddi shu ikki jumlaning asli hazihi g'urfati, bu mening xonam. Fi g'urfati nafizatun kabiratun va mirwahatun jamilatun. Mening xonamda katta deraza va chiroyli yelpig'ich bor bo'lishi kerak edi. Lekin g'urfati so'zini tushirib, gapni qisqartirib, g'urfati xonam so'ziga dalolat qiladigan va unga munosib bo'lgan muannas zamir muttasilni keltirib, fiha nafizatun kabiratun va mirwahatun jamilatun, unda katta deraza va chiroyli yelpig'ich bor dedi. Xo'p, nega endi zohiriy ismni tushirib, ya'ni avvalgi jumlada bayti uyim so'zini, ikkinchi jumlada esa g'urfati xonam so'zini tushirib, uning o'rniga bu ikkalasiga o'zlariga muvofiq keladigan zamir muttasilni keltirdi? Bunda qanday foyda bor? Foydalari juda ko'p bo'lib, ulardan asosiy 3tasini sanab o'tamiz. Birinchisi qisqartirish va ixchamlashtirish, ikkinchisi talaffuzda tilga yengillashtirish. Ya'ni yuqorida fi bayti hadiqatun saghiratun misolidan bayti so'zini tushirib, uning o'rniga unga dalolat qiladigan, unga muvofiq zamir muttasilni keltirib fihi hadiqatun saghiratun degan vaqtda ushbu gap qisqartirildi, ixcham qilindi. Bayti so'zi qayta takrorlanishligidan xalos bo'lindi hamda shu vaqtning o'zida tilga yengillik olib keldi. Qisqarib, ixchamlanib, o'qishga ham, talaffuz qilishga ham osonlashdi. Arab tili fasohat va balog'at tili bo'lganligi uchun yengillikni, qulaylikni, uyg'unlikni talab qiladi.
Uchinchi foydasi esa o'zidan oldingi gapga zamir orqali bog'liqlik yanada kuchayadi. Ya'ni yuqorida bayti so'zini tushirib, o'rniga zamir muttasilni keltirishlik bilan fihi hadiqatun saghiratun, unda kichik bog' bor gapini oldingi bayti jamilun, uyim chiroylik gapiga bog'lab qo'ydi va ikkinchi jumla birinchi jumladan ajralmas bo'lib qoldi. Chunki endi ikkinchi gapni alohida birinchi gapsiz tasavvur qilinmaydigan bo'ldi. Fihi hadiqatun saghiratun, bu jumlani yakka o'zini unda kichik bog' bor deb birinchi jumlasiz o'qisiz, undan maqsad nima ekanligini bila olmaysiz. Balki o'zidan oldingi jumlaga bog'lanib, birikib, go'yoki ikki jumla bog'lanish orqali bus-butun bo'ldi. Demak, zohiriy ismni tushirib, o'rniga munosib bo'lgan ismi zamirni keltirishlik mumkin va buning bir qancha foydalari bor. Ulardan 3 tasini sanab o'tdik. Birinchisi qisqartirib ixchamlashtirishlik, ikkinchisi talaffuzda tilga yengil qilishlik, uchinchisi o'zidan oldingi gapga o'sha zamir orqali bog'liqlikni kuchaytirishlikdir. Tanbeh: talaba har doim ismi zamir qaysi ismga qaytayotganini aniqlab olishligi lozimdir. Ya'ni o'quvchi har doim qaysiki ismi zamirni uchratsa, o'sha ismi zamir qaysi ismga qaytadi, qaysi ismning o'rniga kelgan, o'shani aniqlab olishi lozim bo'ladi, hattoki to'g'ri tushunib, to'g'ri tarjima qilishligi uchun. Bugungi o'tilgan qoidani mustahkamlashlik uchun, tatbiq qilishlik uchun 11-darsda kelgan birinchi mashqni bajaramiz. Iqro va kitub, o'qi va yoz. O'qib tarjima qilamiz. Man fi hazal bayti, bu uyda kim bor? Fi asli harfi jar bo'lib, u mutaallaqqa muhtoj, uning mutaallaqi umum borlik, umum mavjudlik ma'nosida bo'lganligi uchun tushirilgan. Ya'ni bu uyda kim mavjud, kim bor ma'noda javob beryaptiki, fihi hamidun, unda hamid bor. Shuningdek, javob jumlada ham fi asli harfi jar bo'lib, uning mutaallaqi umum borlikka, umum mavjudlikka dalolat qilganligi uchun tushirilgan. Unda hamid bor, unda hamid mavjud ma'noda. Fihi jumladagi zamir muttasil bu yerda hazal baytu ga qaytadi. Ya'ni jumlaning asli to'lig'i fi hazal bayti hamidun, bu uyda hamid bor edi. Lekin hazal baytu qisqartirilib, ixchamlashtirilib tushirildi va uning o'rniga munosib va muvofiq keladigan muzakkar zamir muttasilni keltirib, fihi hamidun, unda hamid bor shakliga keldi. Maza fil haqibati, fiha kitabi va qalami va daftari, sumkada nima bor? Fiha, unda kitobim va qalamim va daftarim bor. Bu savol jumlada ham, javob jumlada ham fi asli harfi jar bo'lib, uning mutaallaqi umum borlik, umum mavjud ma'nosida bo'lganligi uchun tushirilgan, hamda fiha ha zamir muttasil bo'lib, bu yerda al haqibatu sumkaga qaytadi. Javob jumlaning asli fil haqibati kitabi va qalami va daftari, sumkada mening kitobim va qalamim va daftarim bor edi. Lekin jumlani qisqartirib, ixchamlashtirib, al-haqibatu so'zini tushirib, uning o'rniga unga muvofiq va mos keladigan muannas zamir muttasilni keltirib, fiha kitabi va qalami va daftari, unda mening kitobim va qalamim va daftarim bor shakliga keltirildi. Man fis sayyarati, mashinada kim bor? Fiha abi va ummi va akhi va ukhti, unda otam va onam va akam yoki ukam, opam yoki singlim bor. Savol jumlada ham va javob jumlada ham kelgan harfi jar fi asli harfi jar bo'lib, uning mutaallaqi umum borlik, umum mavjudlik ma'noda bo'lganligi uchun tushirilgan. Fihadagi zamir muttasil bu yerda as-sayyaratu mashinaga qaytadi. Jumlaning asli fis-sayyarati abi va ummi va akhi va ukhti, mashinada mening otam va onam, akam, ukam yoki opam va singlim bor bo'lgan. Lekin jumlani qisqartirib, ixchamlashtirib, as-sayyarati kalimasini tushirib, uning o'rniga unga muvofiq mos keladigan muannas zamir muttasilni keltirib,
fiha abi va ummi va akhi va ukhti, unda mening otam va onam, akam va opam bor shakliga keltirildi. Man fi masjidil jami'atil ana. Hozir oliygohning masjidini ichida kim bor? Bu savol jumladagi harfi jar fi asli harfi jar bo'lib, uning mutaallig'i umum mavjud ma'noda bo'lganligi uchun tushirilgan. Javob berildiki, ma fihi ahadun. Unda hech kim yo'q. Ma hijoziy harfi nafi, fi asli harfi jar, uning mutaallig'i umum mavjud ma'noda bo'lganligi uchun tushirilgan. Huwa zamir muttasil, bu yerda al masjid oliygohning masjidiga qaytadi. Jumlaning asli ma fi masjidil jami'ati ahadun. Oliygohning masjidini ichida hech kim yo'q. Lekin masjidul jami'ati so'zini tushirib, qisqartirib, ixchamlatib, uning o'rniga unga muvofiq keladigan muzakkar zamir muttasilni keltirib, ma fihi ahadun, unda hech kim yo'q shakliga keltirildi. Man fi hadhihi al-ghurfati fiha al-mudiru. Bu xonada kim bor? Fiha al-mudiru, unda mudir bor. Savol jumlada ham, javob jumlada ham, ikkalasida ham kelgan fi asli harfi jar bo'lib, mutaallig'i umum borlik, umum mavjudlik ma'noda bo'lganligi uchun tushirilgan. Fihadagi zamir bu yerda hadhil g'urfatu, bu xonaga qaytadi. Jumlaning asli fi hadhil g'urfati al mudiru, bu xonada mudir bor bo'lgan. Lekin hadhil g'urfatu so'zi qisqartirilib, ixchamlashtirilib, tushirilib, uning o'rniga unga muvofiq keladigan muannas zamir muttasilni keltirib, fihal mudiru, unda mudir bor holiga keltirildi. Demak, shu bilan bugungi dars nihoyasiga yetdi. Bugungi darsda biz gapda zohiriy ism tushirilib, uning o'rniga unga munosib, muvofiq keladigan ismi zamir keltirilishligini o'rgandik va bu zohiriy ismni tushirib, uning o'rniga unga muvofiq zamir muttasil keltirilishlikning foydalaridan 3tasini sanab o'tdik. Birinchisi qisqartirish va ixchamlashtirish, ikkinchisi talaffuzda tilga yengil qilish hamda o'sha qisqartirilgan jumlani o'zidan oldingi gapga zamir orqali bog'liqlikni kuchaytirishlikdir. Tanbeh: talaba o'quvchiga har doim ismi zamirni ko'rgan vaqtda qaysi ismga qaytishligini va qaysi ismning o'rniga kelganligini aniqlab olishligi lozim bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.